Mana bu bizning lokomotiv mahsulotlarimiz, ya'ni oltin no'xatimiz. O deydi, juda xursand bo'ladi-da. Ustiga xolchasi yo'q-ku deydi. Dunyoda bunaqasi yo'q-da. Bizning bozorimizda 300 ming so'm turadi. Chet davlatlarda $100 sotadi shu mahsulotni. Oltin ko'zi to'la oltin no'xat. Katta klubnikni, daraxtini yasab, bir dona klubnikni bunday qo'ygan, u kirmaydigan odam ham kiradi-da. O'zingiz yaratgan texnologiya bilan bugun Yevropaga chiqyapsiz. Biz uchun bu sharaf. Demak, birinchi mezon bu halollik. Xato qilishga haqqimiz yo'q. O'zimizni O'zbekistonimizni pavilyoniga boramiz dedim. Eksportga qanday ketadi? Hamma no'xatni men o'zim polni eksport qila olmayman. Amerikaga ham eksportimiz bor. Mongoliya, Rossiya, Qozog'iston. Aka, oling sizlar bir mazza qiling. Har bir mijozdan rahmat eshitish bu biz uchun yutuq. Sohani tanlash kerak, eng qiyini. Maqsadimiz milliy vataniy mahsulotimizni jahon bozoriga chiqarish. Samarqand Ipak yo'lidagi qadimiy shahar. Bu yerda nafaqat tarix, balki hayot qaynaydi. Qalb, mehnat va samara uyg'unligi. Bu Samarqand Golden Chickpeas oilaviy korxonasi. Oltin no'xat. Bu haqda eshitganmisiz? Bugungi sayohatimiz aynan ushbu oilaviy korxonada bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting, bir-biridan qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Korxonamiz 2018-yil tashkil etilgan. Undan oldin bir 8 yil YTT bo'lib ishlaganmiz. Yakka tartibdagi tadbirkor, keyin oilaviy korxona bo'ldi. Bizning logotipimiz, mahsulotimizning rangi jilovli bo'lgandan keyin oltin nomidan kelib chiqyapti-da, o'xshash bo'lgandan keyin. Chet eldan kelayotgan tadbirkorlarni va delegatsiyani bayrog'ini qo'yamiz, rasmlarini qo'ysak ekan, shunda keladi, "O" deydi, juda xursand bo'ladi-da. Birinchi kayfiyat shu yerdan. Shu yerdan boshlanadi. Mana shunday bir korxona darajasiga yetishtirish, no'xatni bir oltin tusga keltirish va uni jilovlantirib, qadoqlab xorijga eksport qilish g'oyasi o'zi qayerdan paydo bo'ldi? G'oya aslida yoshligimdan paydo bo'lgan. Mahallamiz o'zi no'xatchilar mahallasi bo'lgan va hammamizni fokusimiz mana shu yerda shu no'xat ishlab chiqarish, ya'ni bir kunda masalan 100 kilo, 200 kilo ishlab chiqarardik, qo'li bola qozonda qovurardik-da bizlar. 5-6 sinflar edim. Men yo Alloh, shu menga bir yaxshi bir ustoz berki, bir katta bir tashkilotga direktor bo'lay. Shu yillar o'tib, men o'zimni korxonamga asos soldim, ta'sischi bo'ldim va o'ylab qarasam agar men buni to'g'ri qilgan ekanman. Yoshlikdan faqat o'qib, izlanish, sabr, matonat va bitta sohada qolish. Bu korxonaning umumiy maydoni qancha? Umumiy maydoni 6 sotikdan iborat, 3 qavat, 50 dan ziyod asbob uskunalar bor. Eng qizig'i, qo'l tekkizilmasdan mahsulot qadoqlanadi. Aynan mana shu yerda tanlashga sabab nima bo'ldi? Endi o'zimizda joyimiz bo'lgandan keyin, shu mahallamiz shu yerda katta bo'lganmiz, mana shu korxonamizning yonboshi o'zimizning hovlimiz va bu yerda bir bo'sh joy edi. Bo'sh joyni biz olib, bir sklad qilamiz deb harakat qilgan edik-da. Keyin mahsulotni sifatini yaxshilagandan keyin ishimiz jadallik bilan rivojlanib ketdi. Shu yerda mehr beraverdik, shu yerda mehr beraverdik, shu yerda kengaytirilishni boshlandi. Shu yerda kengayib, shu yerda qoldik. Lokatsiya shundan paydo bo'ldi. Hamma tomonlama to'g'ri keladi. Ya'ni mashinalarning kirib chiqishi, gazimiz bor, svetimiz bor, aeroport ham yaqin, mehmonlar kelsa agar shunday kutib olamiz. Haqiqiy oltin no'xat manzarasi. Showroomimiz, keling birinchi qilgan ishlarimiz, natijalarimiz bilan tanishtirmoqchiman. Biz Samarqand tadbirkorlar kengashiga a'zomiz. Baxtiyor aka, mana ISO sertifikatlarini ko'ryapman-da. O'zi bu qanaqa sertifikat? Bu xalqaro sertifikat. Auditorlar keladi, korxonani audit qiladi. O'sha mahsulotga haqiqatan ishlab chiqarish texnikalari javob beradimi? Tozalik bormi? Ozodalik bormi? Hamma standartlarni hisob-kitobini olib, keyin beradi. O'zini qo'ygan talablarga javob berish kerak. Juda qattiq talabi bor. Bu sertifikatga loyiqmiz. Har bir sertifikatimiz davlatimiz bizga $5,5 ming ko'chirganda, har bittasiga 3 ta sertifikatga yana qarib $16,000 ko'chirgan. Va kelgan chet ellik mijoz birinchi shu sertifikatlarga e'tiborini qaratadi, albatta. Keyin biz kimmiz? Birdan men bo'lmasam ham mehmon keladi, birdan ko'rish kerak-ku, bu qanaqa tashkilot, nima qilgan,
qayerga borgan? Hurmatli prezidentimiz bilan birgalikda Sian shahriga o'tgan yili borgandik. Yaponiyadan mehmonlar kelgan. Mana referendumga qatnashganmiz. Mana bu tadbirkorlar kengashi, mana chempion ustozlarimiz shu yerda birgalikdamiz. Biz uchun bu sharaf. Men ham havas qilaman shunaqa chempion tadbirkorlarimizni yonlariga qo'shib, ming odamlarni ishlatib, ularni baxtli qilishga, bir kasbdor qilishga, hunarmand qilishga bir harakatimizni, belimizni bo'ylaganmiz. Showroomimiz, korxonamizning yuzi. Mana bu bizning lokomotiv mahsulotlarimiz, ya'ni oltin no'xatimiz. Mana shu haqiqiy mahsulot. Uni tovlarini qarang. Bu mahsulot o'zimizni vatanimizda yetishtirilgan no'xatlardan ishlab chiqariladi. O'zimizda lalmi maydonlarda yetishtirilgan no'xat. Lalmi maydonlarda, ha. Boshqa maydonlarda, suvli maydonlarda yetishtirilgan no'xatlar pishirib bo'lmaydi. Faqat lalmi maydonlardagi no'xatlar qovurib bo'ladi. Oltin no'xat mana shu mahsulotimiz Abduqodir aka London ovidan olinadi. Abadiy tilda Myulleten 4 deydi. Myulleten 4 bu fan tilida. Fan tilida. Navi shunaqa. Navi shunaqa, faqat shuni qovurib bo'ladi. Endi xalqona tilda esa Londa. Londa deymiz, hammamiz Londa deb o'rganganmiz, fermerlarimiz. Har xil no'xatlarni ko'ryapman. Bu ham o'zimizda yetishtiriladi-mi? Hindistonniki men o'tgan yil Indiyaga borgandim. Raqobatchilarimizni o'rganamizda. Bizning raqobatchilarimiz Hindiston tadbirkorlari, Turkiya, Eron tadbirkorlari. O'zimizdagi, yonimizdagi raqobatchilarimiz, ular bizning do'stlarimiz. Ularni juda qattiq hurmat qilamiz. Bu Hindistonga borib kelganimdan keyin men shu mahsulotni olib keldim. Ya'ni dekompozitsiya qilish maqsadida o'sha Yevropa tadbirkorlari ham Hindiston mahsulotini ham olar ekan, Turkiyaniki ham olar ekan. Ular ham zo'r mahsuloti. Lekin bizlarniki o'zicha bir jilovli, bir sifatligi, ta'mi bilan ajralib turadi. Mana Turkiya mahsulotlari ham bor bu yerda. Bu Turkiya mahsulotlari. Xol no'xat ekan. Holcha, ha. Buni ham yo'lga qo'ysa bo'ladi, lekin har bir davlatni qadriyati bor deymizmi, o'sha insonlari, an'analari o'rganib qoladi-da. Masalan, bizning mahsulotlarimizni ular unchalik yoqtirmasligi mumkin. Ustiga xolchasi yo'q-ku deydi. Hindistonniki ham po'choqli, o'sha po'choqli bilan yaxshi ko'radi. Mayizlarimizni yetishtirilgan bobo dehqonga rahmat aytmasdan ilojimiz yo'q-da. Buni kattaligini qarang buni. Bu dunyoda bunaqasi yo'q-da. Buni kattaligini qarang-da. Mana bizning bozorimizda 300 ming so'm turadi. Chet davlatlarda $100 sotadi shu mahsulotni. Va bu lokomotiv mahsulotlardan biri. Aqchalarga 2 sm bor, 2-3 sm chiqadi. Buni 100 grammiga 50 ta dona, 40 ta dona chiqadi. Buni parametri. Shunaqa nima razmerda. Buni o'zimizda qaysi rayonda yetishtirilyapti asosan? Asosan Payariq aka. Payariq oltin mayizlari desak ham bo'ladi. Juda katta tajribaga ega. Adashmasam bu gigant novi bo'lsa. Gigant novi. Mana shunga ham talab bo'lmoqda. Yevropadan mana mijozlarimiz har kuni so'raydi. Narx qanday, narx tushdimi, ko'tarildimi deb. Mana shu mayizlarimizga o'rgangan. Yevropa davlatlari, mana Rossiya davlatlari mayizlarimizga juda ham talab katta. Bu ham bir lokomotiv driver mahsulotlardir. Tabiiyligi saqlanib qolganda, hali genetikasi buzilmagan. Baxtiyor aka, butun dunyo, shu jumladan mamlakatimizda ham hozirgi kunda organik va tabiiy mahsulotlarga talab oshib boryapti, to'g'rimi? Albatta. Organik dedingiz, mana shu organik sertifikatiga ham biz yaqinda ariza berdik. Bodomni ko'ryapmiz, har xil boshqa mahsulotlarda quruq mevalarni ham ko'rib turibmiz. Demak, qo'shimcha tarzda bu to'liq mana biz ko'zimiz ko'rayotgan mahsulotlar eksport qilinadi. Albatta. Undan tashqari O'zbekistonimizda yetishtirilgan barcha quruq mevalarni bizlar olib, uni saralab, qadoqlab va kerak bo'lsa mijozni brendi bilan qadoqlab jo'natyapmiz. Hamma servislarimiz bor. Bunga asosiy sabab mijozlarimiz, masalan, Yevropadan, Rossiya, hamdo'stlik mamlakatlaridan o'zlari masalan 5 tonna, 4 tonna no'xat olgandan keyin va yonida boshqa mahsulotlaring bormi deb so'ragandan keyin biz o'shanga yana harakat qilganmiz. Bu apparatni men Turkiyadan olib keldim. Bizga o'xshagan tadbirkorlar shu no'xat qovuradigan korxonasining oldiga borganimda shunaqa showroomni oldiga issiq no'xat birinchi beradi har bir mijozga. Bu isitib beradi. Suvenir sifatida. Bu qovurmaydi lekin. Yo'q, qovurib beradi mayda partiyalarda. Mini apparat vazifasini bajaradi. Demak, haroratini oshirsa bo'ladi. Ha, bu keyin bodom, pistalar bor-ku, masalan, ochib qo'ysaga nam tortadi. O'shani shunday solsaga yana sveje qovurib beradi. Mijozlar kelsaga bizlarga Anada birinchi san issiq no'xatni yeb ko'r, keyin baho berasan, keyin gapiramiz deyman-da. Aka, oling sizlar bir mazza qiling. Ta'mini ko'ramiz. Ta'mini qanchalik zo'r. Ajoyib, juda zo'r.
Korxonamizda doimiy ishchilarimiz 30 nafar, mavsumiy ishchilarimiz esa 100 dan oshiq. O'rtacha oylik haqi qancha? O'rtacha oylik ish haqi ularni ishchilarimizni tajribasiga bog'liq. Masalan, 4 milliondan 8 milliongacha bo'ladi. Undan tashqari bonusli sistemamiz bor. Qanday holatlarda bonuslar beriladi? Mehnatiga qarab, qo'shimcha ishlagan soatiga qarab bo'lishi mumkin, qo'shimcha chiqargan mahsulotiga qarab bo'lishi Ishning mumkin. samarasiga qarab. Samarasiga qarab. Xodimlar uchun qanday sharoitlar yaratilgan? Barcha sharoitimiz bor. Yotoq joy, 3 mahal issiq ovqat, har xil toifadagi ishchilarimiz bor. Ularni treninglarga yuborishimiz mumkin. Shu yerda o'zimizni trenerlarimizni olib kelib dars o'tamiz. Ishchilarimizga ham shogird ustoz an'anasi bo'yicha o'rgatib kelamiz. O'zimizni tizimimiz asosida. Yangi kelayotgan ishchi xodimlarni qabul qilishimizda nimalarga ko'proq e'tibor berasizlar? Bizda birinchi navbat halollik, samimiylik, to'g'ri insonni tez qabul qilamiz. U tajribasi bo'lmasligi mumkin, ko'p narsani bilmasligi mumkin. Halol bo'lsa, o'zi ochiq inson bo'lsa, ishga qabul qilamiz. Demak, birinchi mezon bu halollik. Halollik. Ofis, ya'ni idora ishlarini olib boruvchi xodimlari uchun qanday talablar qo'yiladi? Til bilishga ko'p ahamiyat qaratamiz va ish stajiga kamida 3 yildan 5 yilgacha bo'lishi kerak. Biz faqat professionallarni, opitni odamlarni ishga qabul qilamiz. Har bir xodimimiz 3 tadan 5 ta tilgacha biladi. Chunki turistlar bilan ishlaymiz, klientlarimiz bazasi ko'p. Ular bilan yondashuv bo'lishi kerak, psixologik tushuncha bo'lishi kerak. Shunga ham katta ahamiyat beramiz. Sir bo'lmasa, o'zingiz nechta tilda gaplasha olasiz? O'zim 5 ta. Ancha ko'rgazmani xonangizda ichiga ham qilib qo'ygan ekansiz. Bu kichkinagina showroomcha bo'lsa kerak, menimcha. Shunday. Bu shu chet el investorlari kelganda ular bilan men B2B yuzma-yuz uchrashuv paytiga har bir mahsulotni dekompozitsiya qilib ko'rsataman, solishtiraman. Nima uchun O'zbekistonnikini olishini men ishontira olishim kerakda va tatib ko'rish kerak. Uni uzoq muddatligi va hokazo ichidagi kaloriyasi, oltin gugurti hammasini biz bilamiz, uni o'rgatib keyin tushuntirganimizdan keyin u keyin shartnomaga imzolashga to'liq ishonch hosil qilgandan keyin bu o'sha tadbirkorning salohiyatini ko'rsatib turuvchi ko'rgazma hisoblanadi. Bu qanchadan qancha mehnatingizni mahsuli bu menimcha. Albatta, endi bu respublikamizdagi barcha o'sha viloyatlarda yetishtirilayotgan quruq mevalarimiz. O'zi ajoyib. Standartida endi bu eng yaxshisi. Mana bu yerda Samarqand oltin no'xat va Samarqand golden chickpeas, ya'ni inglizcha nomi. Mana shu inglizcha nomining paydo bo'lishi qanday tarixi? Bu nom biz uchun juda ham ulug' va bu nomni jamoamiz bilan, oilamiz bilan bir oy o'ylaganmiz. Ko'p ustozlarimiz bilan maslahat qilib shu qarorga kelganmiz. Ya'ni Samarqandda joylashgan lokatsiya, Samarqanddan bir dunyoga tanilgan bir shahar. Biz uchun bu sharaf va chickpeas ingliz tilida no'xat, rangi oltinga o'xshagandan keyin Golden nomini qo'yganmiz. Shu nom bilan dunyoga tanilib kelyapmiz. Mana bu no'xatimiz bizni dalalarimizda yetishtirilgan daladagi holati mana shunaqa bo'ladi. Bo'yi past bo'ladi. Buni terishda kombayn teri olmaydi, Abduqodir aka. Buni qo'l bilan teriladi. Internet orqali ko'rganimizda no'xatni yig'ishtirib olishda kombaynlardan foydalanadi. Lekin o'zimizda mahalliy holatda ko'p kuzatamiz, qo'lda terib olinadi. Buning sababi nima? Sababi hozirgi paytda o'sha metodika, ya'ni fermerlarimiz tomonidan ishlab berilayotgan metodlar noto'g'ri. Yerni tekislamagandan keyin kombayn yarmini teradi, notekis bo'lgandan keyin mana buni jatkasi o'ynaydi-da, ilinmaydi, o'tib ketadi, pastda qolib ketadi. Buni bo'yi past, bu lalmi bo'lgandan keyin bo'yi past bo'ladi, 30 sm, 40 sm-gacha. Agar 50-60 bo'lsa, kombayn 100% terib ketadi. Novut bo'lmasin deb qo'l terimda foydalanadi. Meni e'tiborimda tortgan narsa mana bu xum deyiladimi? Ko'za. Oltin ko'za to'la oltin no'xat. Ko'zaga soq qo'yish g'oyasi qanday paydo bo'ldi? Delegatsiyamiz bilan Gollandiyaga bordim. Klubnik yetishtiriladigan bog'iga kirayotganimda shunday uzoqdan bir katta klubnikni daraxtini yasab, bir dona klubnikni bunday qo'ygan, u kirmaydigan odam ham kiradi-da. Mana shu yerda klubdan yetishtiriladi degan joyda biz aks ettiradi. Biz o'sha mahsulotimizni yujel chiroyli qilib ko'rsata olmaymiz deb biz maksimum harakat qilyapmiz. Endi
Bizni ham niyatimiz bor, bir korxonamiz yonidagi bir katta bir dona no'xatni, oltin no'xatni kattasini bir qo'ymoqchiman. Menimcha har bir element bu ramziy ma'noga ega, to'g'rimi? Baxtiyor aka? Shunday. Buni tarixi qanday? Abduqodir aka, buni tarixi boshlanishi shu yoshligimizdan boshlaganmiz. O'sha paytlar o'tin bilan, ko'mir bilan 2 putlik cho'yan qozonlarda tagiga olov qo'yardik va qo'limizda sachoqlarni bo'ylab, perchatkalarni bo'ylab mana bu maxsus asbob, ya'ni qayraq ochdan tayyorlangan kunda deymiz. Mana shu bilan ezardik. Mana bu yerda avalni o'sha qozonga moslashtirilgan bir kosachani solib, bu bilan aylantirardik. Bir kosachamiz 500 gram yoki 600 gram chiqadi-da. O'shani 2 daqiqaga pishirardik. Kun bo'yi yaxshi ishlasak, ertalabdan kechgacha 90 kilogramm No'xatni pishirardik. Men o'zim shaxsan pishirardim. Eng azobi shu yoz oylari edi. Saraton oylari, qozonni yonida pishirasiz, o'choqning yonida ham terlab pishirasiz va tashqariga chiqsangiz agar sovuq qotasiz-da. Terlab chiqasiz. O'zi tashqari issiq. Tashqari qarib 45 gradus. Qozonni yonidan chiqsangiz agar shunday sovuq qotardik-da. Bu yerda hovuzimiz bor edi, bog'larimiz bor edi. Yosh edik, bitta hovuzga cho'milardik, yana darsha ishni qilardik. Mana shu shourim yaratilgandan keyin kelayotgan mehmonlarning ham fikri o'zgaryapti, to'g'rimi? Albatta, harakat qilyapmiz tabiiy mahsulotimizni chiroyli qilib ko'rsatishga. E'tibor ko'payapti, tadbirkorlar kelyapti, xursand bo'layapti. Tadbirkor aslida tushunadigan inson bo'lishi kerak. Odamlarni eshitadigan, maslahat bera oladigan va o'ylaymanki, sabr qiladigan odam. Negaki tadbirkorlikda juda katta muammolar, har kun zarbalar, bankrotlar va hokazo bo'lishi mumkin. Ularni, u stresslarni ko'tarish uchun insonga avvalambor sabr va muammoni xursandchilik bilan qabul qiladigan, yechadigan inson bo'lishi kerak. Oxirgi paytlar mana shuni ko'p xatti harakatimiz va e'tiborimiz bilan Respublika no'xatchilar uyushmasi tashkil etildi. Bunga hurmatli prezidentimiz sababchi bo'ldilar. O'tgan yil selektorga men qatnashib shu masalani ko'targanimdan keyin Baxtiyor, nega shu uyushmani tashkil qilmaysizlar? Mana Samarqandda bir ikkita ustozlar bor, borib uyushma tashkil qilib, shu sohada hissangizni qo'shing degandan keyin men jon deb qabul qildim. Bu biz uchun sharaf. Shu sohada ham mana o'zimizni hissamizni qo'shyapmiz. O'tgan yil 10 dan ziyod respublikamiz bo'yicha seminarlar tashkil qildik. Fermerlar bilan gaplashdik. Ular bilan Turkiyalarga borib keldik. Turkiya davlatidagi no'xatchilik sohasini o'rganib keldik. O'sish bor. Demak, bu uyushmaning faoliyati ham allaqachon boshlanib bo'lgan, bu jarayon ketyapti. Jarayon ketyapti. Bu endi aytganimizda kamchiliklarimiz ham bor. Endi bu kamchiliklarni birdaniga tuzatish juda ham qiyin. Har zamonga mana shu tashkilotimizga 20 ta, 30 ta fermerlarimizni chaqirib, qani bu yil qanaqa yangiliklar qilyapsizlar? Qanaqa kamchiliklar bor? Samimiy ochiq muloqot qilgandan keyin fermerlarimiz hamma gaplarini aytib, bizdan masalan yana maslahatlar so'rab, kelajakda shu maslahatlar bilan birgalikda Baxtiyor aka boshqa davlatlarga borsak-chi, yana Hindiston ham yetakchi davlatlar, xorijiy davlatlar tajribasini o'rganaylik degan bir takliflar tushgan. Takliflar tushyapti. Xudo xolasa endi Hindistonga borish niyatimiz bor. No'xat qabul qilish punkti bu tomondan boshlanadi. Bu darvozamiz birinchi xomashyo qabul qiladigan joy. Bu darvozamiz tayyor mahsulot chiqib ketadigan joy. Hammasini proyektini olib chizganmiz vaqtiga qulay bo'lsin deb. Xom no'xatlar asosan Payariq tumani, Qo'shrobod, Nurobod, G'allaorol tumanidan, Jizzax viloyatidan olib kelinadi. O'sha hammasi larni yerlarda yetishtirilgan no'xatlar. Kelinglar ichkaridan tushuntiraman. Korxonani ishlab chiqarish quvvati kuniga 5 tonnadan to 10 tonnagacha agar 24 soat ishlasak, kuniga masalan bir moshin qabul qilish kuchiga ega, ya'ni 8 tonna 10 tonna bo'layotganimda mahsulotlar shunday olib kelinadi. Shu yerda mana bizning bunkerimiz bor. Bu bunkerga taxminan 25 tonna 30 tonna mahsulot ketadi. Buni nima uchun qilganmiz? O'sha joyni ekonom qilish uchun. Iqtisod qilib. Iqtisod. Endi joyimiz, korxonamiz mayda bo'lgandan keyin har bir qarshi yerdan unumli foydalanganmiz. Mana shu yerda to'kadi bolalar. Chang yutgichlar bor, changni tepaga tortadi va bu yerda kalibrovka ishlari ketadi. No'xatlarni qabul qilayotganda nimasiga e'tibor qilasizlar? Albatta katta kichikligiga e'tibor beramiz va rangiga e'tibor beramiz. Rangi ham sifat, albatta sifat muhim. Sifatiga e'tibor beramiz. Sifatsiz mahsulotlar ham keladi, lekin uni narxi bilan olamiz. Bu yer skladimiz, mana bu atxodlar, bular unlikka ishlatiladi. Farg'ona vodiysi, boshqa viloyatlarga olib borib un qilib, patir noniga qo'shadi. No'xatli unidan tayyorlangan non bo'ladi. Rangi sariq bo'lgandan keyin patirning rangi ham sariq bo'ladi, mazali bo'ladi. Bu 7-8 sortlarimiz.
Mana bular yana siniq. No'xat pishgandan keyin ba'zi mahsulotlar sinadi, lekin butun bu ham yesa bo'ladi. Buni assortiment sifatida har xil asalliqlarga, shirinliklarni ustiga qo'shadi yoki shunda ham to'y hashamlarga qo'yib ishlatsa ham bo'ladi. Lekin bu arzon mahsulotimiz. Eksport ham bo'ladi. Ha, Tojikistonda bo'ladi, Rossiya o'zimizning ichki bozorda ham ketadi. Lekin asosan butuniga talab ko'pda. Eksportga qanday ketadi? Mana shunday qoplabmi yo bu yerda korobkalarni ham qo'yapmiz? Eksportga asosan korobkaga beramiz. 10 kilolik brendli korobkalarimizga beramiz. Bunda mahsulot sifati o'zgarilmaydi. Ham nam tortilmaydi, ham ezilmaydi. No'xat yumshoq bo'lgandan keyin uni sinish, ezilish ehtimoli ko'p agar qopda bersak. Shuning uchun buni asrash maqsadida korobkaga qadoqlab bu yerda ezilmaydi. Bu yerda sifat bilan boradi. Olib ko'rsak bo'ladimi? Samarqandimizda ramzi, tashrif qog'ozi desa ham bo'ladi. Butun dunyo biladi, taniydi Samarqand. Logotiflari bilan Golden Checkpiece va Samarqandimiz. Mahsulotlar keyin 3 xil, 4 xil sotlarga ajratilib, kalibrovka 9 mm, 10 mm, 11 mm standartlashtirilgan. Mana shu kalibrovka jarayonlari qanday ketadi? 7, 8, 9 lik kalibrda ilanadi. 3 xil kalibrovka. U ham avtomat, o'zi ilaydi. Hammasi avtomatika. Oliy navli eksportga yo'naltiradigani qanday bo'ladi? Necha kalibrli va eng oliysi endi eng kattasi bo'ladi va chiroylisi 11 mm li. Asosan o'sha rivojlangan davlatlar shuni oladi. Uni 10 kiloli mana shunaqa korobkalarda, lekin qoplarda bermaymiz, negaki uzoq yo'l. Qoplarni asosan mana shu ichki bozor va yon qo'shnilarimizga tez yetib boradigan, logistikasi tez amalga oshiriladigan davlatlarga beramiz. Yana eng qizig'i, masalan, mijoz ko'ryapti, foydasi zo'r u yerda. Ba'zi payt birdaniga shu bayram arafasiga yaxshi bozor bo'ladi-yu va marjani o'ylab ko'proq olgisi keladi. Mijoz keladi, menga 20 tonna ber deydi. Men deymanki, necha oyda sotasan? Ha, taxmin yarmini 1 oyda sotaman, yarmini keyin 6 oyda sotaman deyman. Bo'lmasa men deyman, senga yarmini beraman deyman. 1 oylik. Sen sveji, ya'ni yangiligicha sotib kelsang, ham yeyotgan odam xursand bo'ladi, ham bizni brendimiz tushmaydi, ham sen ham baraka topasan. Baxtiyor aka, texnologiyalar qayerdan? Asosiy texnolog o'zim. Otamizda o'tgan, otamiz payvandchi bo'lgan, ham texnolog bo'lgan. O'sha yoshlikda men juda ham qiziqganman. Mana shunaqa stanoklarni qurishni, har xil nimalarga qiziqardim. To shu 35 yoshimgacha men o'zim mehnat qilardim-da. Hech nimadan qo'rqmasdan, o'sha mana liftlarni o'zimiz yasaganmiz, korxona liftlarini, lentalarni tepaga chiqaradigan har xil elaklar, kalibrovочный apparatlar, barabanlar, ularni hammasini o'zimiz yasaganmiz. O'zingiz yaratgansiz? O'zim yaratganman. O'zingiz yaratgan texnologiya bilan bugun Yevropaga chiqyapsiz. Endi shunday desak. Demak, Yevropa talablariga sizni texnologiyangiz javob beryapti. Ba'zi nanotexnologiyalar bor, uni endi iloji yo'q, uni Xitoydan, Turkiyadan, ba'zi davlatlardan olib kelamiz. U ham aniq rezultat berishini ishonch hosil qilganimdan keyin olib kelganman. Baxtiyor aka, bu haqiqatan eksport o'ta nozik jarayon. Borgandan keyin ham aytaylik, bitta korobkada sifatsiz mahsulotlar chiqib qolgandan keyin o'sha korxonaga nisbatan xorijiy hamkorlarda ishonchi susayib qoladi. Shuning uchun korxonada sifat nazorati qanday yo'lga qo'yilgan? Sifat nazorati birinchi o'rinda. Xato qilishga haqqimiz yo'q. Sifat nazoratchisi bor, texnolog bor va har bir xato qilgan xodim o'ziga yarasha jarimasi bor, mas'uliyati bilan belgilab berganmiz. Shunga sifat borasida yetakchilardamiz. Qo'lingizda juda ko'p bejiklar turibdi. Har bir davlatlarda ko'rgazmalarga qatnashganmiz. Sanay desa sanog'i ko'p. O'quv kurslarga qatnashib, shu bilimlarni olganmiz. Va mana bu bilimlarimiz bugungi kunda Xudoga shukr asb qotyapti. Shuni natijasi. Albatta natijasi. Albatta har bir tadbirkorga tavsiya beramiz. Bunaqa joylarga, ko'rgazmalarga borish kerak, kurslarga borish kerak, dunyolarni kezish kerak. Men hali bu kam deb o'ylaman. Hali chempion tadbirkorlarimiz, ustozlarimiz bizlardan ko'p narsalarni qilgan ustozlarimiz bor. Ular bilan ishlab, yana bilim olmoqchiman. Ularga havas qilib, biz ham chempion tadbirkorlar qatoriga inshaalloh kirish. Lekin bu bejiklar uchun ham menimcha alohida joy qilinishi kerak. Buni alohida joyi bor. Xalqaro ko'rgazmalarga qatnashish bizlarga obro' berdi. Ya'ni ko'p davlat tashkilotlari bilan tanish bo'ldik. Ko'p eksportyorlar bilan, hamkorlarimiz bilan sog'lom raqobat qilishni o'rgandik va dunyo tadbirkorlari bilan bir vaqtning o'zida o'sib keldik. Bilasizmi, u yerda borgandan keyin shu biznesingizni 10 yildan keyin bo'lishini
oldindan ko'rib kelasiz. U davlat уже rivojlangan davlat. Qadoqlash deysizmi? Masalan, bizlarga endi qadoqlash kirib keldi, lekin 10 yil men выставkalarga borganimda zamonaviy qadoqlarni ko'rib, qachon bu O'zbekistonga keladi deb o'ylardim. Mana shu narsa 5 yil 10 yilda kirib keldi. Mana yaqinda ham biz Galfutga, Dubayga bordik. Men o'zim ingliz tilini bilmayman. Ikkita xodimimizni olib ketdim. Shu yerda birinchi qayerga boramiz va nima qilamiz deb menga savol berishdi yoshlar. O'zimizni O'zbekistonimizni pavilyoniga boramiz dedim. O'zimizni yurtdoshlar bilan birinchi mustahkam aloqalarni o'rnatamiz dedim. Ular bizlarga ko'prik vazifasini bajaradi. Ya'ni hamma no'xatni men o'zim polni eksport qila olmayman. Hamma mayizlarni o'zim eksport qila olmayman. Ya'ni toshkentlik, vodiylik hamkorlarimiz bor. O'shalar bilan borib salom alaykum qilib tanishganimizdan keyin bir haftadan keyin buyurtma keldiki, Baxtiyor aka menga mijoz keldi Germaniya davlatidan. U kishi 5 tonna, 6 tonna no'xat olmoqchi. Men shunday xodimlarimiz shu yerda edi. Men dedim, mana ko'ryapsizlar, mana natijasilarga birdaniga shu buyurtmani oldik. Mana shu e'tiborimni tortdi karta jahon siyosiy kartasi. Har bir kelgan importyor, ya'ni chet el fuqarosi kelishuv shu yerda bo'lgandan keyin birdaniga unga asosiy muammo logistika muammosi bo'ladi. Qaysi yo'l bilan olib ketish? Men birdan chaqiraman, men deyman, sen Germaniyaga bo'lsang, mana Qozog'iston orqali, Rossiya orqali yoki mana Ozarbayjon orqali yo'nalishlar bor. Mana bu yo'nalish bilan borsak tezroq olib boramiz. Bunisi 2 kun farq bo'ladi yoki 5 kun farqi bor. Baxtiyor aka, mana shu kartadan ko'rsatib bersangizda qaysi davlatlarga eksport qilingan va qilinmoqda? Asosiy mijozlarimiz Yevropa davlatlari, skandinavskiy davlatlar, Amerikaga ham eksportimiz bor, Mongoliya, Rossiya, Qozog'iston, Xitoyga endi kirmoqchi bo'lyapmiz. Eksport qilsa agar bu katta bozor. Kanadaga eksport qilganmiz. Mana 2 oyda yetib borganda O'zbekiston qayerga, Kanada qayerga, oxirgi mana oylar bizlar Avstraliyaga eksport qildik. Avstraliya ham juda ham uzoq. O'zi ham hozir men Kanadaga hayratlanib turuvdim. Qancha bu? Avstraliyaga masofasini qarang. Bunga qanday samolyot orqali ketiladi? Yo, konteyner. Qancha muddatda yetib boradi bu? Kanadaga 50 kunga yetib bordi, Avstraliyaga salgina cho'zildi, 70 kunga yetib bordi. Yukimiz yetib borgandan keyin xursand bo'ldi. Mahsulot sifatini yo'qotmagan, minnatdorchiligini izhor qildi. Har bir mijozdan rahmat eshitish bu biz uchun yutuq. Bu boshqacha bir energiya beradi. Xorijiy mamlakatlardagi mijozlar ko'proq nimani xohlaydi? Birinchi o'rinda sifat, ishonch, mahsulotni tez yetkazib berish, u ham bizning bo'ynimizga va albatta brend ham o'zini upakovkasida, ham mayda upakovkalarda, katta upakovkalarda va albatta assortiment, ya'ni boshqa quruq mevalar ham. Misol uchun no'xat eksportida jarayonlar qanday kechadi? No'xat eksportda jarayonlar qiyinchiligi bor o'ziga yarasha. Doimo mijoz narx so'rab turadi. Ya'ni boshqa davlatlar bilan solishtiradi. Qani O'zbekistonda arzonmi, Turkiyada arzonmi, Eronda arzonmi? Birinchi shundan boshlanadi va o'zimizning mavsumda arzon bo'ladi har yil, ya'ni avgust oyida yangi mahsulot chiqqandan keyin buyurtmalar berish boshlanadi. Shundan keyin biz buyurtmalarni olamiz va birinchi ham logistika narxlarini oldindan beramiz. O'sha mahsulot uni skladigacha nech pulga kirib kelishini oldindan bilish kerak. Agar bilmasa agar u ikkilanib ketib qolish ehtimoli bor. O'sha uchun hamma nyuanslarga e'tibor berib, kelishib ishlab turibmiz. Eksport jarayonlari mahsulotlarda asosan shulardan iborat. Eksportdan tashqari ichki bozorda savdo nuqtalarimiz bor, dilerlarimiz bor. Har bir viloyatda ular bilan shartnoma asosida ishlab kelmoqdamiz va o'zimizning brendimiz bilan bizning mahsulotimiz ichki bozordagi tadbirkorlarga kerak bo'lsa agar bemalol www.checkbase.com saytimiz bor. Raqamlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilsalar, ular bilan teng huquqli uzoq hamkorlik qilish niyatida shartnomalar tuzib va ularni shu bizneslarini himoya qilgan holda ishlashga biz tayyormiz, yordam beramiz. Hozirgi paytda ancha jamoamiz bilan professional kompaniya bo'ldik desak mubolag'a bo'lmaydi. Eksport hajmi oshdi, geografiyasi oshyapti yildan yilga. Xudo xolasa bu yilga yana 2 barobar, 3 barobar eksport qilish ehtimolim bor. O'sha uchun komandamiz bilan har kun strategiya, bilim beramiz, sotuv bo'yicha dars o'tamiz, to'xtash yo'q. Yoshlarimizga tavsiyam, sohani tanlash kerak, eng qiyinini.
Ya'ni har bir soha qanchalik qiyin bo'lsa, unda raqobat kam bo'ladi. Raqobat kam bo'lsa, biznes o'sishga imkoniyat bo'ladi. Shunga qaysi soha bo'lmasin, katta sohani tanlashni tavsiya beraman va eng avvalo yaxshi bir ustozni topib, o'sha ustozni bilimini, tarbiyasini olib, o'sha bilan yelkama-yelka kurashsa, bu degani 20 yil, 30 yil azob chekmaydi-yu, 5 yilda o'sha marrasiga yetadi-da, ustoz ko'prik vazifasini bajaradi va sabrli inson bo'lsa agar hamma biznesning egasi bo'lish mumkin hozirgi yoshlarimiz. Kelajakdagi rejalarimiz katta, oliy maqsadimiz bor. Maqsadimiz milliy va tabiiy mahsulotimizni, ya'ni nafaqat no'xat, barcha quruq mevalar bo'ladimi, O'zbekistonda ishlab chiqarayotgan, yetishtirilayotgan mahsulotlar bo'ladimi, o'shani jahon bozoriga chiqarish, tanitish, eksport hajmini ko'paytirish, shu rivojlangan davlatlarda savdo uylarimizni ochish, o'zimizni brendimizni o'sha yerda yana tanitib, ular bilan hamkorlik qilib, tashkilotni franchisingini ham boshqa davlatlarga qo'yib, mana shunaqa tizim bilan o'sish niyatlarimiz bor.